Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biz Urganch chakka Farhod Beksat to'yxonasining yonidamiz. Bu yerdan chiqsak Gullan yo'lini chiqamiz. Bu yerdan Farhod Beksat to'yxonasiga chiqamiz. Bu yerdan Turk bozor tarafdan keladigan ko'chamiz. Bu yerda 150 kvadrat uglovoy hovli joyimiz bilan tanishib chiqamiz. Bu yerda yana garaj ham bor ekan. Sendika yo'limiz ham shunday o'rnatilgan ekan. Bir mashin bemalol sig'adi. Kanalizatsiya ham ish oldidan chiqqan ekan. Bu yerda kichkina bosamchilik zonasi bor. Suv, gaz, svet hamma narsa kelib turibdi. Bismillahirrohmanirrohim. Dolan. Umumanlik qo'yilgan, kafilatilgan, registr tashlangan, o'ynab tushgan potologlarimiz ishning holda ishlanib turibdi. Rasimiz pol, shlifotka qilingan, lak berilgan, devorlarimiz aboy, bu yerda televizor uchun rozetkalar tashlangan. Talondan kiraverishimizda chap yonimizda garajning usti zol tushgan ekan. Zolimiz ham 6 metr, 4,5 metr. Bu yerdan yana televizor uchun rozetka tashlangan. Rishotkalar tilingan. Oynalarimiz plastik akvaramlardan registr o'rnatilgan, eshiklarimiz ham yaxshi sifatli eshiklardan o'rnatilgan bir xil. Bu yerimiz oshxona bo'ladi. Bu yerimiz ham tayyor turibdi. Kanalizatsiya suvlar kirib turibdi. Gazlar tushib turibdi. Fartuklar urilgan. Bu yerimizda yana spalni. Uglovoy. Ayol tarafı oynanib tushgan. Bu yerimiz ham oboydan chiqib turibdi ishning holda. Bu yerimizda yana bir spalni. Otis tarafı oynab tushgan, rishotkalar tilingan, registr o'rnatilgan, patologlarimiz nachiznoy şimdi figurada chiqib turibdi. İki xonasi bor ekan, spalnidan bir katta zal bor, bir dalon. Bu yerimiz sanuzel. Umumanlik qo'yilgan, areston qo'yilgan. Bundan so'ng şimdi unitazlar bilan registr tashlanib, konfildan chiqib turibdi 100%. Bu yerimizda kichkina bo'lsam bir otischa bor. Ko'chadan shunday hojatxona atilingan. Tochkamiz yaxshi yerda. Bahası 450 milyon so'm deb turibdi. Kim qiziqadi bo'lsa, ekrandagi nomerlarga chiqib murojaat qilib, keyingi roliklar chala sog'lom bo'lgan ishlarni davom ettiring.